Xo'sh, boshladik demak. Mana bular ikkinchi, ya'ni trishotka va воротокlar qismi. Bu yerda golovkalari bor. Buni ham ochamiz. Tashlaymiz va tekshirib olamiz barchasini qay ahvoldaligini. Demak, длинный, ya'ni golovkasi bor ekan. Demak, 21 mm. Demak, вороток buni yechish uchun bunga ikkalami вороток va kichkina вороток, kichkina golovkalar va kichkinasi uchun trishotka bor. Kichkina trishotka unaqa baquvvat trishotkaga o'xshamaydi. Sifati ham o'ziga yarasha trishotkani. Ishlaydi. Kardon, ya'ni har xil joyda boltlarni yechib olish uchun kichik kardon bu. Mana bu ham tak 16 mm uzun golovka bu длинный va отвертка trishotkani kattasi mana bu va удлинитель, mana uzaytiruvchisi va mana bu ham xuddi shunday uzaytiruvchi narsasi. Mana bu ham удлинитель kattasi uchun, mana bu esa kichkinasi uchun uдлинитель. Demak, bularga keladigan bo'lsak, 14 mm mana yozilgan ekan. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm. Demak, bu yog'iga qaraydigan bo'lsak, 16, 17, 18, 19, 20 va 30 mm. U eng kattasi 30 mm golovkasi bor ekan. Tak. Va kichkina golovkalari 7,5, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Golovkasi kichkina va 8 yozilgan. Bu 8 boltni yechadi. Tak va 7, 6,5, 6, 5,5, 4,5, 4 gacha bo'lgan gaykalarni yechishga mo'ljallangan naborda mana bu qismi ekan. Bor-yo'q shular bori. E'tiboringiz uchun rahmat. Endi keyingilarini ko'ramiz.